Hüsn qo'shayotgan, tus qo'shayotgan eng muhimi quvvat bo'layotgan ustozlarni tanishtirib o'tay. Mingli advokatlik o'rnining qobil pishqan advokati Xalida Abdusadam. Xalidada qarshi olamiz. Sevimlik bag'vinimiz Şinjan Sanat Şöyeninin professori Gülzar Tömür Muallim. Gülzar Muallim qarshi olamiz. Alqışlıq psixik yetakchisi Ali Muallim. Ali qarshi olamiz. Qani qiz yigitlarning kim ekanligi haqida uchurlar ekranga to'plandi. Ekranga bir qarab o'taylik. 1 numurli Qizmayir Almira, 24 yosh, yurti Kucha shahridan. Mijoz xarakteri ochiq yo'riq. Hozir Urumchi shahrida ma'lum o'rinda naqsh kasbi bilan shug'ullandi. 2 numurli Qizmayir Fatima, 32 yosh, yurti Xotan shahridan. Mijoz xarakteri ochiq yo'riq. Hozir Urumchida usul kasbi bilan shug'ullandi. 3 numurli Qizmayir Gulxan, 24 yosh, yurti Sanjidan. Mijoz xarakteri ochiq yo'riq. Hozir Urumchida ma'lum shirkatda ishlaydi. 4 numurli Qizmayir Raziya, 24 yosh, yurti Aqsu Avatdan. Mijoz xarakteri ochiq yo'riq. Hozir sayohat yetakchilik kasbi bilan shug'ullandi. 1 numurli O'g'ilmayir Nurshad, 32 yosh, yurti Qashqar shahridan. Mijoz xarakteri eg'ir besiq. Hozir Urumchida loyihachilik kasbi bilan shug'ullandi. 2 numurli O'g'ilmayir Abdulla, 32 yosh, yurti Qashqar Yopurg'idan. Mijoz xarakteri eg'ir besiq. Hozir Urumchida oshpazlik kasbi bilan shug'ullandi. 3 numurli O'g'ilmayir Ershad, 33 yosh, yurti Qashqar Poskamdan. Mijoz xarakteri eg'ir besiq. Hozir Urumchida duka ichyotidi. 4 numurli O'g'ilmayir Olimjon, 37 yosh, yurti Urumchi shahridan. Mijoz xarakteri eg'ir besiq. Hozir tamoq yetkazgichilik kasbi bilan shug'ullandi. Undaq bo'lsa, qoidamiz bo'yicha birinchi qadamni birlikda olamdik. Tunji bosqich, tunji uchrashish. Yanala o'g'illarga beradigandan bu qitim qani qizlarning ko'nglini bir apaqay. Qizlar, kim bilan tunji uchrashishni tamomlashni xohlaysizlar? Almira. Mening tanishim shu 1 numurli Mayra bilan paranjib qilsam. Bo'ldi. Qani, sahnaga chiqinglar. Yaxshimsiz? Yaxshisizmi, yaxshiman? Endi mening bu yerda siz bilan tanishib beqishimdagi maqsad, endi 1 numur bo'lib chiqibdimiz, shikilimiz. Sizningki shu elchi program qatnashda bir ham maqsadingiz bormi? Masalan, ilqi tanishiblam turmush quray degan menda arzu huquq bilan keldingizmi yoki oilangizdagilarning zo'rlash bilan keldingizmi va yoki o'zingizda shunday bir ideya bormi? Shuni bir bilib boqamsam. Menda shunday ideya bor. Shaxsan yoshim bir ibodat emasmi? Elchi programmasi men uchun yaxshi tanlash deb bilaman-ku. Agarda siz men ko'nglimdagidek bo'ldi, chunki men chiqiblan bayammo sizga diqqat qilgan, chiqqandan keyin sizga diqqat qilgan. Agarda siz menga diqqat qilgan bo'lsangiz, sizga sovg'atim bor. Sovg'atim olamsiz. Rahmat bo'ldi. Aldir boshqalarning sovutini qilmayman. Men bir, men qaram. Wow. Rahmat. Baxush qaytdingiz. Endi sizningki men qiziqishingizni bilib baqsam bo'lamdi? Bo'ldi. Odat nimalar qiziqsiz, nimalarni yaxshi ko'rsiz? Men tantirbiyani yaxshi ko'raman birinchisi. Xatarlik bo'lgan tantirbiyani. Nima kasb qilsiz? Kasbim loyihachi. Loyihachi edim. Ha. İlan loyihachi. Bu yil qancha yosh kirdingiz, oylik maoshingizni so'rab baqsam bo'lamdi? Odatda maosh olmayman, lekin kirimim 6 mingdan 8 minggacha. Unda bo'lsa sizningki bu kelgusida jo'ringizga bo'lgan talabingiz qandaroq? Undan boshqa siz shu masalan o'zingiz turmush quray degan xiyol bilan kelibsiz-ku bu yerga. Shunda bo'lgandan keyin sizning shu turmush qurgandan keyin oilangizlar bilan birga turay deb o'ylamsiz yoki o'zingiz ayrim turishni o'ylashyapsiz? Andan keyin iqtisodni siz tutamsiz yoki ayolingiz tutsinmi? To'g'ri tushunamsiz, hamda qo'llamsiz degandekchi. Mencha hamda bir mezgil, bir yil degandek cho'nglardan tutsak yaxshi deb o'ylayman. Chunki kelin bo'g'ichi oiladan qiynalganki nimasini o'rgandi emasmi? Yaqinda oila boshqarish degandek, tamoq qilish degandek ishlarni o'rgandi. Andan bir yildan keyin biz uy yorib chiqasak bo'ldi. Chunki men o'zim erkin yashab qolganchu. Chunki men chiqib ayrim yashashni yoqtiraman. Unda biz uyingiz, mashinangiz bormi? Mashinam bor, uyim yo'q. Tirishyapti. Cho'nglar bilan birga. To'g'ri. Bo'ldi, boshqa gapim yo'q. Endi so'raydigan so'rab bo'ldi. Mendan so'raydigan savolingiz bor, so'rsangiz bo'ldi. Bo'ldi. Birinchi savolim. Men sizga masalan gul so'qib qolsam, tashtaklik gul bilan sovuqlig'ayliq cho'ng gul bor-ku. Shuni so'qdim, qaysini olasiz? Tashtaklik gulni qabul qilma. Nimishqa? Endi men o'ylayman,
muhabbatni cho'qim uzunga bardoshlik berish kerak. Bu turmush degandiki nihoyat uzun bir jarayon. Agar siz menga birdasi gul sovuq qildingiz, Amerikanda qiz yaxshi ko'rdi, gul sovuq qilsangiz, biroq bu gul balkim sug'chilab baqqan taqdirdami, beqilsa bir oy beqiladi. Onun degan qurib qoladi-ku bu baribir. Mening o'ylashimcha, men odat o'zim tashlik gullarni jiqroq boqaman uyda. Tashlik gullarni ish qilib yaxshi parvish qilsangiz-lam qurib qolmaydi. O'xshashgan o'ylaganimiz. Ikkinchi savol, nima tomoq yaxshi ko'rasiz? Qiymliq tomoqlarni yaxshi ko'rman. Italaysiz-ku? Ha, italayman. Bo'ldi. Men o'zim oshpaz, tansak bo'ldi. Bo'ldi. Senga sizningki o'g'illar bo'lgan bo'y egizi yoki shu qiziqish bo'lgan talabingiz bormi? Mening yuqori talabim yo'q. Cho'qim bo'y menda egiz bo'lish kerak, anandan tirishchan bo'lish kerak. Tomoq etasiz yaxshi. Men o'zim tomoq etishni yaxshi ko'raman, biroq endi bir oilada men bek tirishchanchi o'zim. Men kunduzimni xizmat qilmay, kechdim xizmat qilmay. Shunday bo'lgandan bir oilada bu tomoqni ayol kishi cho'qim men itma deb o'zimga bisim qilog'im yo'q mening. Cho'qim ikki taraf o'rtaq tirishqa vaqtida. To'g'ri. Endi yaxshiroq bo'ldi deb o'ylayman. Nima xizmat qilasiz? Kunduzi pardozxona ochman. Qizlarningki. Anandan keyin kechda ishda sirtqi klublarda naqsh o'qiyman. Tirishchankansiz. Rahmat. Unda biz boshqa so'raydigan savolingiz yo'q-ku? Bo'ldi, rahmat. Dastlabki qadamda azg'in bo'lsin tushuncha hosil qilgan bo'lishinglar mumkin, lekin qolgan qiz yigitlar yana shu fursatni kutib o'tadi. Undaq bo'lsa, qolganlarni o'zaro so'raydiganlar bo'lsa, vaqtni ching tutinglar. Yaxshimisiz? 2 nomerlik qizchaq. Yaxshi, qanday ahvolingiz yaxshimi? Yaxshimi? Sizni so'rab baqsam, shu o'g'illarga qanday talablaringiz bor endi? Ashun bir uqib baqsam deyman. Mening ortiq talabim yo'q. Menga kuyinsa, g'urur vijdoni bo'lsa, andan menga kerak emas, erkak kerak. Hozir jamiyatimizda erlar bekchiqligi erkak bek ozlab ketibdi. Menga yaraydigini ham ko'nglimdagi aqatliq shaxsiyat erkak. Erkakdek bir bo'lsa demoqchi. Rahmat. Men endi burun qizlar bilan aralashib baqdim, yurib baqdim ham. Burun ham pul vachaqda hammasi batdi. Shu pul yo'qolgandan keyin qizlar o'zligini yo'qolib ketacak şimdi. Yo'qolib ketdi. Iqtisod bu bek taqishidi ekan bu muhabbet ishimi. Iqtisod yaxshi vaqtida hamma narsa yaxshi bo'ladi ekan. Mush pul iqtisod kamlab ketgandan keyin boshqalar bizdan yiroqlashib o'zini olib qochadigan ahvol yuz berdi ekan. Siz bundan ilgari xil pul topgan mo'yinim. Burun o'sha Urumchida oshxona ichib qilgandik biz. Bu chaqlarda ishlar yaxshi bo'layotgan. Shunda yaxshi o'tayotgan qizlar bilan arilib ketdik. Uning talablari jiqdi, o chaqda pul vachaqda o'rindiq bo'ldi. Hozir ta'sis bo'lib qoldi. Hozir shu oshxona ishlari bilan yana aldirash, o sirtga chiqib boshqalar bilan yo'qi qilgandek vaqtim yo'q. Endi buni yaxshi tarafdan o'ylasangiz, balkim siz mushu fursatda kimning pulingizga do'st, kimning o'zingizga do'st ekanligini ayirib olgan bo'lishingiz mumkin. Ko'pincha qizlar shu talabni qo'yib oldi ekan. Shu pulisi jiqroq bo'lsa deb. Bizmi o'g'illar o'zimizni kuchlantirgili, amroqcha kuchlansak, pulimiz jiq bo'lsa deb o'ylaymiz. Lekin bizim terishimiz hammani oldiga o'tib ketsak deb o'ylaymiz bizmi. Shuningga amal qilib terishmoqmiz. Lekin bu qizlarni tushunmak tezmi o'tang men qilamadim. Doim ta'lim o'ng kelmay. Endi birini topsam ketadi. Ham bir topsam umid yo'q. Nechin deb baxtingiz hozirgacha? 3ni deb baxtim. 3ni. 3ni ketdimi? Ketdi. 3ni shu pul sababidan ketdimi? Ha. Biz elchiga chiqib mishabni bir abdan qizlar chiqdi, ikkitay deb. Yana shpikalikmi? Ha? Yana shpikalik qizlar bo'lsa, epli ketay debmi? Yo'q, misha paravlashib endi mijozimiz kelishib qolsa, ikkimiz gap so'zni bir yerga chiqadigan bunda bir fursat bo'lib qolsa, paravlashib baqsaq, keyinchaki turmushimizni bir o'ylashib baqsaq degan maqsadda. Siz avvaldan dedingiz,
Mağmuş turgan kızlarning hammasi pul yo'q ayrılıp ketdi deb tushunamman. Şu pul yo'q ayrılıp ketibdi. Pul tetib turib, andan keyin qizlarni o'ylashmidingizmi? Buningizga yegandikin. Yana birsiga endi bir qatnashib baqay. Pulning gapini qilmaydigan qizlar bo'lsa, bir gap qilib baqaychu deb ta'lingizni sinab gapsiz a? Umuman. Voy, Misal bir pulni g'allasini qilmay bir vafodor bir qiz olib uchrab qolarmikin debcha. Hem turmuşda pul bo'lmasa bo'lmaydi. Halqa cho'nglarning bir gapi bor-ku, ayol kishi pul yo'q buzildi, er kishi pul va buzildi deb. Endi nocha er kishi pulni tepib, ayol kishining to'qqizini tal qilib, ishtimdan halqa bir narsani kam qilmay, sirtda o'ynamdi, pakiz o'ynab, ayolning ko'ngliga azor bermay, qilgani nocha deb o'ylayman. Biz o'ylaymiz, halqa turmush bo'lmasa pul jug'lig'olmaydigan o'xshaydi deb bunda o'ylab qoldik-ku biz. Ali qarang, birinchi qiz gapi bekorlik qiz izlab keldingizmi? Fatimaning nazaridagi bekorlik qiz qanday qiz, men shuni anglab baqay. Ikkinchi qiz gapi 9'ını talqib berib, ayolni xotirjam qilib, pokiz o'ynaydigan er. Meni o'ylantirdi. Mush ikki tushanchangizni bir o'rtaqlashib beqing biz bilan. Ha, birinchisi tushuntirib beqing Fatima. Qaysiga? Birinchisi qaysi? Bekorlik qiz. Shu gapi yarasha gap qildim. Elqi muhabbatlarimning hammasi pul yo'q, qisqa sababli ayrılib ketdi. Ta'limni bir sinab baqay bekorlik qiz bo'lsa akday deb. Shuni keldingizmi ham 10 ba dedi. Birinchidan bizning elchi programmamiz iqtisodiy manfaatga sundirilgan sahna emas. Bekorlik qiz, bekorlik yigit degan narsa asla mavjud emas. Biz faqat insoniy tuyg'umiz bilan sahnaga qadam bosamiz. Shunga buningda ishqinglar bir-biringlarga tushuncha berayotgan bo'lsanglar meningcha. Bu yerda qizlarning qimmatini pul bilan sundirish meningcha mavjud bo'lmasligi kerak. Bo'lib malchi programmamizda biz bevosita qizlarimizni puljiq erlar bilan tepishtiramiz yoki cho'qim 9'ını talqib bera oladigan erlarni sahnaga chiqamiz. Yo'q, undaq shart yo'q. Ko'ngli birga keladigan yoshlar bir-birini xohlasa sahnamizdan tushib ketsa bo'ldi deymiz. Xo'sh, undaq bo'lsa ikkinchisi 9'ını talqib berib pokiz o'ynaydigan er. Hozir ba'zan bir erlar jamiyatimizdagi. Sirtda o'ynaydi, ichida uni qildi, buni qildi, uyga kech kirib xotini uradi, mas'ul qilib parakanchilik soladi. Chiqib oilasiga ta'sir qildi. Andan pulsiz pul bermaydi, ya uni etmaydi. Yo'q, bu gapini to'g'ri tushunishga bo'ldi. Erlik majburiyati demak cho'g'ini to'g'ri tushunishga tirishsak. Demek çoğunu mesela ayol kishining barliq qoshdan chiqib 9'ını taqilib pokiz o'ynashligini o'zining do'stlari bilan bilyard o'ynash, mashina haydashdagi mandaq turdagi o'ynash qartilgan. Buni asosiyatdan to'g'ri tushunib ketish bo'ldi. Fatima, siz o'zingizning kasbingiz nima dedingiz? Usulcha shundaqmi? Xizmat qilamsiz yoki shu muqim xizmatingiz bormi yoki bunday taklif bilan? Ben idarada muqim xizmat qilgan idarada. Hozir men Urumchiga uy elib, bir oyda hopqal yenib kelmay. Mushu Urumchida olgan uyingizni siz o'z kuchingizga tayinib oldingizmi? O'z kuchim bilan oldim. O'zingiz ham shuna tirishchankansiz, hamda mush usul kasbingizga tayinib o'z kuchingiz bilan tirishib uy yapsiz, ha? Meningki cho'nglar yo'q. Ya qarindoshlar ishlamam yo'qchu tikanda yolg'iz qolib qoldim. Shunga uyvaning jiniva degan gap borki, bir tirish baqaychu deb o'zimning kasbi orqali tapqan azroq pullarimni yig'ib degandek bir uy oldim. Uy elib, ham bu Urumchiga tunishlarim yo'q, hammadan noldan boshlay deb uy elib, nopsi yo'tkab bir oy bo'ldi hozirni qilib. Siz xizmatni yo'tkab yenib chiqmoqchiman Fatima. Demak, hamma noldan boshlash oldida turyapsiz. Ma Fatima o'zi tirishchan, anandikin o'z kuchiga tayindigan bo'lg'ashqa, ma u erlarga qo'ygan talabi haddidan ortiq ekanda. Endi bunday demoqchi bo'lganim, mushu ayollarniki 9'ını talqib etsa deganda, masalan sizga qandaq sharoit yaratib etsa, sizning 9'ingiz tal bo'lgan bo'ldi. Ashunga bir tushuncha berib baqing. Yana xatoga qilib qo'yamanmi? Yo'q, men Fatima ansirma. Xato nima bo'lmaydi? Men qizlarniki hozirgi, chunki hozirgi qizlardagi jargon deymiz, qizlar qarshi o'xshamaydi ekan. Shuningga hozirgi qizlarni ham, yosh qizlarni men bir bilib baqay dedim-ku. Sizniki endi qandaq? Mening o'g'lim bor. Men o'g'limni o'ylayman. Demoqchi bo'lganim, hozirgi bu butun sizning qarshingizda hamma qizlarga tatbiqlashga bo'lmaydi. Sizning qarshingiz ham 9'ını taqib etsa deganda, siz odatda qanday qilib etsa sizning 9'ingiz tal bo'ldi, shuni bilib baqaydi.
Әмс көңілімді ойлағаным не деп ай ойлағыңыз хата да ер бірақ. болса аңлап өтіп кетесіздер, тоғыр yerni qabul qilasizlar. Mening nazarimda hamda ashtaq parakendishning oldini olish uchun puldan qismasa, iqtisoddan qismasa, ko'nglimga azor bermasa, sir tujigan u bu ishlar menga bilindimasa, jadal bo'lmasa, men shunga rozi. Agar ana qilding, mana qilding, ana avuma deb jadal qilib qolsa, ajratsam bo'ldi, balamni yetim qilsam bo'ldi, bir oyni vayron qilgandekman. Undan azroq chidasam, elga bir dushmanligimga yaxshilik qilyapsiz, o'zgarib qoldi-ku. Chidab baqay bir o'zgarib qoldi-ku deb, u akshi talaning adami deymiz-ku, o'ynaydi, yana uyga qaytib keldi. Demak, hamda sizga er kishi pulni tepasa, uyingiz hamma narsangiz. Yana mehr muhabbat, kuyinish, erlik mas'uliyatini ado qilsa. Lekin nishada bunda bir qonuniyat bor. Puli zodi baytab topadigan erlar siz o'ylagandek mehr muhabbatni ya beralay ya berolmaydi. Bek bay, bek puli va korxona sizga zodi uylaringizni, dachilaringizni sepirib, sizga hamma narsani qilib beradigan erlarni siz xiyolingizda. Agar moddiy jihatdan o'zlik darajada men rozi qilamsa, kichikina bir talabim bor. Ko'nglimga azor bermasa, menga kuyinsa, erlik majburini ado qilsa, mas'uliyatchan bo'lmayli. Sizning turmush qurishdagi talabingiz qarashingiz shundami? Biz bugungi sonda cho'nglar bo'lmagandan keyin men kuyinishga, mehr muhabbatga shunchalik muhtoj. Shunga ko'nglim azor yemasa, rozi deb o'yladim. sizning bir tuqqan qarindoshlaringizmi yo'qmi? Siz yolg'iz bir tal qizmi? Yo'q hozir, hech kim yo'q. Biz Fatimaning bugun boshqacha bir holatini ko'rdik. Chunki Fatima oldingi sonlarda kelgan vaqtda bek kam so'zatda ba'zi savollarga javob berishni murad qilgan. Endi o'ylasam Fatima izchil programmani kuzatish holatida o'zini dangsab yiqib ekan. Mana bugun rasmiy ishonch bilan programma qadam besib, o'zining o'ylaganlarini dadillik bilan ifodalayotdi. Menimcha buning xato yeri yo'q. To'g'ri. Fatima mehr muhabbatga erishgan vaqtida eliqi dunyo qarshi zo'r o'zgarish bo'ldi. Agar Fatimaning chin dilidan yaxshi ko'radigan, barliq mehr muhabbatini beralaydigan, shunaq bir jo'rsini topgan vaqtida Fatimaniki pul degan qarash butunlay yo'q chiqdi. Balkim ko'pincha ayollarda shunday ahvol bor. Shu o'rinni to'ldirish uchun hozir 9ni talqib etsa, pul topsa, u bu degandek da'vatdi. Ammo asli o'zi ehtiyojli bo'lgan narsa nima pul emas. Asli ehtiyojli bo'lgan narsa haqiqiy kuyindigan bir mehr muhabbat. Shu mehr muhabbatni topgan vaqtida qaynoq suv ichsimi, Fatimaniki ko'nglida shunday baxt tuyg'usini his qildim. Shu men bildim, amaliyot sizga kerakli pul emas, dunyo emas, haqiqiy chin mehr muhabbat. Har qanday kuchlik ayol charchaydi, talidi. Gerçi o bek güçlü ko'p ketgan taqdirdimi aman bir kuni bir yo'lindigan mo'riga ehtiyojli bo'ladi-da. Fatima balkim ana shunday ishonchlik mo'ri uchun izdinish qilyotdi, sahnamizni putasab turyotdi. Qani, qolgan qiz yigitlarmi? Ko'z qarashlaringlarni o'tirib qo'ysanglar bo'ldi. Fatima, sizningki o'g'illarga bo'lgan ko'z qarashingiz qandayroq? Hozirgi jamiyatga o'g'illarga bo'lgan ko'z qarashingiz? Men boya deb berdim-ku. Azroq olsun tushungansiz. Siz yanıla muhabbatlik yaxshi o'g'illarni ko'p deb qaramsiz, o'g'illarning qorong'u tarafini ko'proq ko'rganmidingiz demakchi. O'g'illar qanday ko'z qarashda siz aytdi, menga demayotdi. Bu dunyoda yaxshi odamlar bor, eski odamlar bor, odamlar yaxshi yomon tarafi bo'lgandek. Menimcha eski odamlardan yaxshi odamlar ko'proq deb o'ylayman. Sizlar o'g'illar bo'lgan ko'z qarashim bek nacharmi emas, bek yaxshimi emas. Sizning demoqchi bo'lganingizni tushundim. Mening odat mijoz xarakterim bir xil jimg'or, unda o'yin tomosha, kayf sapa, o'j-bo'j mijozda yo'q, hech qaysiga tushmayman. Asosligim shu attigina xizmatga chiqsam, oqshima ishdan tushsam mumkin. Shuni mumkin qilma, boshqa u ham bu ham ishlar yo'q demoqchiman. O'zim oshpazlik qilma, kasbim oshpaz. Sizning masalan men bo'lgan yosh jihatda qanday ko'z qarashingiz bor demoqchi. Bu yil 20 yosh bu yil. O'zim Qashqardan. Hepinizdan qaraganda meni yoqtirib qoldingizmi?
ochiq so'rasam bo'lamdi? Bo'laverdi. Lekin siz menga tushmaydi ekansiz. Sizga bo'lgan azroq genji yo'q. Qanday demakchi siz tushunmadim gapingizni. Birinchidan mijozingiz iliq jimg'ur, iliq ish mijoz edingizku. Ashtadingizku? Yo'q, ish mijoz emas, menda cho'ngspet demakchi, menda atiq gap qilmaydigan demakchi. Andikin men usulchi, siz bir oshpaz. Andan kasbimni qo'llamsiz, qo'llamamsiz, uni uqmadim. Andan men o'zim tamoq yetishni uqmayman. Shunga uqmayman. Yaxshi ko'rmamsiz, uqmamsiz. Tamoq yetishni uqmasangiz, keyin o'rganmasangiz bo'ldi. Shu asta-asta qilsinim, asta-asta o'rgangandek shu asta-asta bo'lgan ish bo'lmaydi. Men savolimga bir javob bersin, ukam. Yaxshi ko'rmamsiz, uqmamsiz. Uqmayman. O'rganishga fursat bo'lmadi, lekin asta-asta o'rganyapman. Men samirib ketishdan bak qo'rqqandikin, onun sonra yalğız bo'lgandikin, o'zim assammo yalğız o'tirib yeydiganman, bek g'ayriblik his qilibchi bo'ldi. Asta-asta o'rganay, keyin Amrayin bo'lganda tang etib, tang yapqan ko'ngli kuldiga deb o'yladim. Xo'sh, yoshcha-chu, Alimjon kichik ko'rdingizmi? 23 yosh. 23 yosh, bek kichikkansiz. Men undaq pishib yetilgan, o'zimdan cho'ngni erkaklarga amroq. Bo'ldi. Hozircha mishat to'xtaylik. Endi biz kayfiyatni ozroq ko'tarishga ehtiyojimiz tushyapti. Zaratlanadi, qiz-o'g'illar tarafdan sal kuchli iqimlar kelyapti. Fatima ayt dadillik bilan, keskinlik bilan ba'zi gaplarni ochiq-ochiq aytib qelyapti. O'g'illarninkimi balkim ozroq damivag'isi bor. Mush fursatda bir taklifim, Almira siz naqsh etasiz, singlim. Fatima men usulchi dedi. Ishqonlarning mahoratini naq maydonda ko'rib baqqim kelyapti. Xohlamsizlar? Xohlamsizlar? Birga ko'raylikmi? Qiynamsa. Bayaq gapim ko'nglingiz kelgan bo'lsa, ma do'stimiz naqsh etadi-ku, sizni bir qo'l usulga tortdim. O'ynay olamsiz? Ikkimiz tang o'ynaylik. Ma yaxshi ko'ngil so'rash bo'ldi. Kelinglar. Axırını ləpərdək axırlaşdırdınız-qı Fatima?
Daq ishtirib, usta, nazlanib tushib ketganlaringiz shundoq chiroyli bo'ldi. Kechirib o'tdingizmi? Amaliyot Fatima xatolik o'tkazmadi. Faqat gapni udulroq deb qo'ydi xolos. Yishimiz mos kelmaydi, xarakterimiz mos kelmaydi degandek. Endi men qolgan gap qilib baxmagan Gulxon, oyoqdagi Salim, yana Nurshad qatorliqlarning so'zlaringlar bormi? Savollaringlar bormi? Bormi yo'q? Men birinchi numarni tanlab bo'ldim. Boshqa hech qanday savolim yo'q. Men turib turaymi ishada. Ashta keskinmi? Bugun Fatima yuqumliq kasaldek chiqibdi, yuqtirib maylanga keskinligini. Axirlashtirsiz shundaqmi? Ma'qul? Bu yaxshi gap. Amsi biz ikkinchi bosqichga o'tamiz, yigit qizlar. Ekran qaranglar. Bir hikoya sizlarni saqlab o'tdim. Mush hikoya orqali qarashlaringlarni bir yerga akilib o'rtoqlashib qo'yganlar. O'xshamaydigan qarashlar bo'lsa, qoyil qilish uchun tirishib baqsanglar bo'ladi. Qani. İkinci bosqich o'rtaq tunish. Vay bo'ldiklar, o'zinglar kirib aylanib chiqar. Na'dim xotin kishi bilan bozor aylangan ba. Adam chiqarish. Bil cho'gilmamdiq, o'ylanib binas olamiz, aqchan. Va og'in, men sizni olmadim nima? Ams pul bering. Nari pul berdi, ham pul so'ng berib tursammi? Men aytgan yo'qchilik otis qo'ychu, yushirib qanaqa qilmoqchisiniz, qizlar xajlamoqchimi, yo pulni? Voy. Sen yo'qchim otis qo'ygan na'dim bilsa? Aytganni ko'rdim. Yo'qchigizni borlig'ini. Voy. Sen mingta yo'qchiqlarni aqtirdak bo'ldingmi? Sen o'yda ayolmi yo o'g'rimi? Ay o'rib o'rin qo'yib, azga qilinga, tushundiringa zot otis qo'yni, nima yo'qchigingizni yig'ib oldingiz bu pulni? Bu pulga qara, Azmatniki cho'ngdalsa Azmat berib qo'y deb bergan pulni. Qanday? Ham telefon qilinga dadasiga. Voy kelamega, telefon qilsangga. Telefonni. Aydınlaştırırız bir gün. Voy, aydın qilmas. Qilmas. Ko'rdinglarmi? Qanday tushuncha keldinglar? Nimani his qildinglar? Erlarninki yoshirin pul saqlashga amroq ekanligini. Ashta bevositami? Nada saqlabdi odam, paypaqdimi u nada? Nega tiqibdi? Farzingizni o'tirib qo'yib beqmay? Uni shipinda aniq demabdi. Lekin ekrandagi akimiz yoshirgan 600 koy pul. Chuqur boshqa sabablardan emas. Yalnız başqa akaları yemdaq berib anaq saqlab qo'shib bergan pul emas u. Chuqur o'z saqlagan pul. Tiqabagan. Men ashadab o'yildim endi. Bu ayol siz qanday bilib qolgandi? Ayolning 6 sevgisi noyt to'g'ri chiqdi. 6 sezgi, ha. Yo, o'zimning 6 sezgisiga tayandim endi. Shipan qarab bilan bilvog'il bo'ldi. Chiroy ifoda o'chib. Pulni tiqib to'l dedingiz-da, ha? Pul tiqqan erlarga siz amroqmi, amroq emasmi? Endi o'shmi deb ketgan olmaydi. Ay kishi pul tiqsa bu noyt normal ahvollar. Chunki bu erlarning endi do'stlar bilan birlikda choy ichib kelgan, o'chi-bo'chi so'rin tuzgan ishlar bo'ldi. Shuning uchun bo'lsa-mi yiqqan bo'lsa, buni to'g'ri tushunish kerak. Agarda haddan ziyoda normaldan ortiq pulni yig'ib qilsa, buni to'g'ri tushunmaymiz. Buni uchun ma'lum bir nima deymiz, ayol kishiniki qo'ying deb qo'ymiz. Gumonlanib qolamiz. Bek chektanish kerak. 600 koy pulni tiqqan bo'lsa, buni kechirishga bo'ldi. Lekin undan ortiq 2000 koy, 3000 koy degan pulni yoshirgan bo'lsa, buni to'g'ri tushunishga olmaydi. 4 xonliq chiqqandan keyin azroq adablab qo'ysak bo'ldi ekanda hamsa. O vaqtda yuziga selib qilib qo'ysak bo'ldi. 3 xonliqda bo'pti deb aytamdik. Mencha endi. Ma'qul. Meningcha ayolniki qilgan ancha qo'llab ketmadim. Chunki bir ayol kishi bo'lgandan keyin erlarni hurmatlaymiz go, bir uyning to'riga yo'ldoshim balning dadasi deb. Birsiga telefonisiga chaqilmaslik, yana birsiga portbalga chaqilmaslik deb o'ylayman. Agar el ruxsatni olgan holda, undan keyin ko'rsam bo'lamdi, yoki anda-manda deb ruxsatni olgan holdan chaqilish kerak. Chunki har qanday odamga uqtirmaydigan bir sir bo'ldi, ishlar bo'ldi. Meningcha bu ayolning qilg'ini
faqat to'g'ri bo'lmabdi. Qanday deganda, hamma odamning o'ziga kuchli mahfiyatligi bo'ladi. Chuqum ayollar bir-birini butunlay tushunib ketsa bo'ldi deb o'ylamayman. Uni to'g'ri deb qaramayman. Nimishqa deganda, bu ayollar turmush deganda menga turmush qurpaqmidim, ammo mening o'ylaydigan turmush qurpaqa adillarim bor. Endi shularni deyishcha bu ayol deganda turmush qurgandan keyin bek tushunish, bek bilishib kelsa, yengillik bo'lmasa, bir kun shu vaqt lag'man yavasanizmi chiqib qolganga o'xshash. Menimcha buni qo'llamadim. Uning ustiga bu ayol kishining bu yo'ldoshining yanchiqdagi pulni ko'rib qolgani bu oilada bir-biriga ishonish yo'q. Bu er kishi ayolga ishonganlikdan saqlagan pulni. Ayol kishimi eriga ishonmaganlikdan erining yanchiqida ko'rib qolgan. Bo'lmasa bu ayol kishi qanday bu er kishining yanchiqida tiqib qo'ygan pulini tepib oladi. Shuningga bu oilda bir-biriga ishonish yo'q ekan. Buni faqat to'g'ri deb o'ylamadim. Shu masalasiz bo'lib qoldi bu fikr muloyiz bo'lib qoldi. Bizning to'rtmulk mayimiz dedi tiqib qo'ygan xato dedi. U tiqib qo'ydim demadi. Fakat ishtonning yanchug'ida va yoki portmonda ko'rdim dedi ayolni. Bu yerda xatolik ayolda sodir bo'ldi. Eri agar tiqqan bo'lsa, uni cho'qim u yanchuqqa yoki portmon qo'ymaydi. Boshqa tiqish kerak uni. Uni tiqdi deymiz biz, yushurgan ahvolasida. Uni yanchug'idan ko'rib qoldi. Bu yushurganlik olmaydi. Almira bir qo'shib aytdi, hozir ishonch yo'q mailda dedi. Ondan keyin ikkinchi masalada yo'ldoshi bo'lgan dedi. Falanchikam pokonchi berib qo'ydigan pul edi, men hozir telefon qilib sana aniqlab beray degan aydin qilma. Men seni yanchug'ini ko'rgandim. Nega bordim? Nega tiqib nemish qilmoqchidan qaysi qizlar hajab beray degan edim deb bir so'rab qo'yib qoldi. Hozir Almira aytib o'tdi, bu oila faqat ishonch o'zaro. Endi abay ma ikkinchilik mayr aytgandek erkak manda olsa, anda olsa deb pishirlab o'zi chiqib dedi. Bir narsa olatdim desam, men pulni hammasini sana berib bo'ldim dedi. Chunki agar u pulni berilgan pul bo'lsa, cho'qim berdi u. Chunki oila bu narsa aytilgan tursa, bu oila tursa. Bu yerga endi men uchun shu Almira men to'liq aytib berib bo'ldi. Ba'zi so'zlarni o'ylagandim, unutib qoldim. Endi to'g'ri tushuninglar. Mening u ko'rganimda endi u ayolningki qilgani to'g'ri bo'lmay qoldi. Lekin akishimi ancha-muncha pul tiqib oldigan ishlar bo'ladi. Siz nega tiqsiz? Men uyga bir yaylar yoshirib qo'ymayman. Masalan, daqiqa biz anglab boqaylik. Masalan, shkaflar bor, shkafning keyniga ashta shkafning keyniga tiqi. Ha. Ashta bir yaylar tiqib olamiz. Alimjon, siz nega tiqsiz? Ben turmuş qo'monimdan meni uyushirdigan unda bir alaydim bir ko'z qarashim yo'q, lekin men odatda men u yerda ikki parcha kitob bor, texi bir kitobni ko'rdim. Shem Mo Sheng Zai Mo Ai degan bir kitob bor. Ko'rdim bu kitobni. Men shu kitoblarning orasiga endi men odatda naqd saqlash yaxshi ko'raman. Saqlab qo'ysizlar. Kitoblarni siqtirib qo'yman. Ba'zida aloqalarim qoldi uyga, xijolat o'g'atda desa kitobning orasida bo'shanga yurim shu deb ko'rsatib qo'yman. Ama shunda qanchalik kerak bo'lsa kasam bo'ladi. Sen topganda ba'zan bo'ldi menga deb. Ashna holat endi u kitobni ham dengiz qo'yimning ostida. Shu usti quyuqlik ham dengiz qo'yimning ustida quyuqlik dengizning ostida asha holat turdi endi. Ba'zi og'alarim kirib o'tirib berib baranlashib bo'lsa kitob o'qimsa deb ich paqodi varaqlab boqamiz normal ahvolda. Bu bunun uchun pul vakango deb qoldi. Pul bor qo'yib qo'ymayman, shunda o'zinglar bilsa men pulni yaxshi ko'rmayman odatda desam. Hozir ish tutsa qo'limda avval lekin mangmazroq qo'yib qo'ygan deyman. Desam, ag'ilim ammaydi amaliyotda, lekin mening quyruq yerim shu. Ha. O'zgichkana. Men bir savol so'ray, 3-numorlik mayirdan. Bayatdan siz men qizlar pul xashlab bermagach, men tashlab ketib qoldi dedingiz-ku? Ha. Shu tiqib qo'ygan pullaringizni xashlashni xohlamag'achqa qizlar ketib qoldimi yoki xashlab bersangizmi ketib qoldimi? Xashlab berdim. Qancha xashlab berdingiz? Razog'da xashlab berdingizmi degan narsani aytib berdingizmi? Yoki yuz qo'yibringiz, alik ko'tarib qo'ydingizmi? Bir qizlarni yaxshi ko'rdik deydi. Ashuni men o'zim qarasam, mendan ayrilmasa, nim tali bo'lsa o'rinda saq deb anikin mayli pul kelsin, mayli deb ashta qiladi ekanmiz. Ya biz bek oshiraytimizmi? Shunda qilvasak oxirisida sallam davolg'ish bo'lgandan keyin yuzeriblam ketdi bolalar. Pul bermisangiz, yuzerib ketdimi? Ha. Unda o qiz sizning pulingizni yaxshi ko'rdi ekan, sizni emas. Siz aniqi bu ishlarni 2-3 qitim yuz bergandan keyin
qizaloqqa bo'lgan ishonchim tövellab qoladigan. Shu ishonchni siz bersiz. So'zingiz emas, amaliy harakatingiz orqali siz bersiz. Vaqti kelganda pul xashlab beray desangiz bo'ldi. Menga pulingiz emas, siz bo'lsangiz bo'ldi darajaga, shu darajaga yetadi. Gapim tugdi. Rahmat. Ammo talishib oldi mikrofonni, lekin to'g'ri tushuna oladimi? Siz degan hozir bu yoqniki o'zining ichki hissiyotini ifodalash usuli sal to'g'ri emasdan ha. Hozir degandek u so'ringa bordik, u yerga bordik deb aytdi, ammo lekin u yerda so'ringa borgan yerlarda, pul xajga yerlarda qarshi taraf bilan fikr almashtirib va yoki ko'ngilni zar qilib o'zining qalbidagi hissiyotni tushuntirmagan bir ahvol bor. Men shunday his qildim. Ammo unisi bu bola o'zini sal kam so'zgan. Aniki qarshi taraf bu bolaning demoqchi bo'lgani, men bir o'g'a boladan erkishimdi. O'zimni his qilishcha bu barliq tirishchanlik bilan topgan pulini, masalan, siz bilan ko'rishdi hozir. Siz uchun chiqim qilib, lekin ko'nglida bo'layotgan o'zining hissiyotini, ichki hissiyotini sizga ifodalayolmaydi. Ifodalayolmaganlik sababidan buning naq qiyin bu pul tugaydigan narsa topmay turib haydavasiga tugaygan. Buning yanında pul qolmagan vaqtida siz buning ichki hissiyotini tushunamaganligi sizga pul haydab beradi ifodasini bildirmaydi hissiyotini. Siz shuni bilan amal yo'qda sizga cho'qim bilqi asalmi mezik pursa harla o'lish oldigan gullar mezik purgandiki narsalarni yig'iladigan ashunga o'xshash sizning qilishingizdan boshqa shu o'zining ichki hissiyotini ifodalab berib tatlıq sherishiga saxt so'zlar bilan aldiya oladigan kishilar paydo bo'lganlik sababidan bu bola amaliyotchan bo'lsa-mu faqat ko'ngil ifodalamagan sababidan tashlanib ketyapti xolos. Bu faqat qizlarning hammasi bundoq degan gap emasmi? Qisman bir qism qizlar bor shunday. O'g'illarmi bor. Siz abay bir gapni bir aytdingiz, oldida abaydan mayradim so'rdi. Oldidagi 9'ını talqib bersa deb anni Xalidadan aytdi bir halqi oilada Amina santayaq bir pul mol dunyo qilmasam buldigan sirti pakiz o'ynaydiganlar. Manda akval o'ynasimi pakiz o'ynasin deb bir oilani tutgan agar siz degandek siz talab qilgan bir erkak bo'lib qolgan chog'da bir oilani qo'liga olgan chog'da mo'ri ko'targan chog'da hozir mabal degandek so'rinda o'tgan ifodalagan hissiyotni sizlar qizlarning yoqtirdiganlar bo'lsa voy men seni yaxshi ko'rdim, uni qildim, voy jinim, aqdim, ko'kdim, qaqdim, men barliqimni sana aytdim. Ashunda she'rin shikar yo'daq gaplar. Ammo mabalniki mo'rsil ko'tarib turayotgan bir yuk siz unda beshingizni egib qolgan chog'da men bor deydigan bir mas'uliyat. Masalan, mendimi bor bu mas'uliyat, ammo bu o'zimni menda bir aktiv bo'lish kerak degan ideya emas. Nurg'un ishlar bizdan bo'lsiz. Mayra. Tirishimiz deymiz. Ammo bolalarniki gapini tushunmishadi, bir qonuniy masala bor, sizlarga as abay deb bo'ldi deb gap uzrab ketdi deb demagan. Bunda bir ish bor, hozir bu aqlab qonun dastur yo'l qo'yilgandan keyin nurg'un yangi mazmunlar chiqib ketdi. Bo'libmi Fatimaniki pul xashlab berish degan mazmun to'g'risida. Hozir bu ichki o'lkalarda bunday dilolar ko'p chiqyapti. Matar Shinjongda bu vaqt dilolarmi bor, lekin bek cho'ng somudagi dilolar bor. Masalan, qiz yigitlar to'y qilishga kutishib, ikkisi muhabbatlashib yurib to'y qilishga kutishib, qiz taraf, o'g'il taraf biz ikkimiz to'y qildigan bo'ldik-ku deb masalan mashina apirang, uni apirang, buni apirang degandan keyin ishini baribir biz to'y qilamiz, to'y qilgandan keyin bir uy kiramiz-ku deb to'y qilishdan burun mashina shunday qilqi. Uy hamda mundaq ba'zi qizlar shu yigitlarga uyning pulini oldin siz topshirib bering. Anan kim men qolganini bank qarz qilsam ikkimiz bir uy kelib o'tasak degandan keyin hamma ma'qul deb ashlaq uyning oldin topshirgan pullarni topshirib berib, lekin mushlan qilib bo'lgandan keyin to'y qilmayman deb chiqqandan keyin ash bolalar bizdan so'raydi. Endi mushlan qilgan hozir men bilan to'y qilmaydigan bo'ldi, ash pullarni men qaytarib olsam bo'lamdi deb qaytarib olsa bo'ldi. Xalq sud mahkamasi mushuni qo'llaydi. Nima deganda bu xashlagan pullar to'y qilishni shart qilib turib, biz to'y qilamiz kelgusida. Mushu qizlar men to'y qilaman deb turib, shart qilib turib xashlagan pullar. Endi bu yerda o'g'illarning qizlar xashlaydigan pullari ko'proq jamiyatda, qizlarning o'g'illar xashlaydigan pullari ozroq. Mayli qizlar o'g'illar xashlasin, o'g'illar qizlar xashlasin, mush to'ydan burun to'y qilishni shart qilib turib, oldin topshirib qo'ygan, lekin to'y qilmagan. Ammo shunda pullar bo'lsa, o'g'illar, yigitlar bu pulni qaytarib olishni talab qilsa bo'ldi. Bu hargizmi o'g'il valdarchilikqa yotadigan bu ish emas. Bu nima tusinib qoldi deganda,
bu yerda bir yilqi qizlarning aldamchilik tusini hep qoldi-ku bu yerda. To'y qilishni bana qilib turib, o'g'illardan pul, mol, mulkni undirib oldigan. Bu bir nachar ahvol. Shunlashqa davlatimiz mushunday bir nachar ahvollarni oldini olish uchun bundaq pullarni qaytarib olishni talab qilsa, sud mahkamasi buni qo'llaydi. Ondan keyin yana bir xil ahvol bor, qanday ahvollarni qo'llamaydi deganda, masalan, tug'ilgan kun bo'ldi yoki bayram bo'ldi, bunday ahvol ostida o'g'illar o'ziniki ixtiyorligi bilan ba'zilar qimmat buyumliq soat deydi, u bu degandek narsalarni apirdigan. Masalan, ishkir o'lkalarda 200 ming, 500 ming yuanlik soatlarni apirdigan, hamda o'zining iqtisodiy ahvoliga qarab. Hamda bu nima deganda, bu bir xil sovg'at bu-chu. Onunda hech qanday to'y qilish, u bu narsa nim qilmagan, u o'zi xohlab bergan sovg'at. Sovg'atning xarakteri nima deganda, sovg'atning xarakteri berishga bo'ldi, uni qaytarib olishga bo'lmaydi. U to'y qilish maqsadida emas, ham o'zi xohlab bergan bo'lgandan bunday ahvol ostida buni qaytarib olishga bo'lmaydi. Andan keyin yana bir xil ahvollar hozir bor jamiyatda, ham qizlar sizlarga degan gap emas. Jamiyatda hozir shunday qizlar bor, o'zini dasmoyi qilib nim qilgan qizlar yo'q emas. Chunki biz advokat bo'lganki, bizning oldimizga chiq keldi ekanda, unda bo'lgandan o'zini dasmoyi selish orqali pul mol undirib oldigan. Hozir jamiyat tuzavatdi. Mushundaq ahvollar bo'lib qolsa, hozir bu to'rlardan chiqyapti, buni aytdi jazolanmayapti-ku bu. Mushundaq ahvollarni ma'murlar bo'lib qolsa, u bo'lar bo'lib qolsa, birdamda uni tekshirib chiqdi ekan. O'tgandimi mushundaq bir deloni biz bejirib qoldik. Pul orqali o'zini tasmay qilib, noto'g'ri munosabatlarda bo'lgan ahvollar. Demak, bu shakli o'zgargan, nima deymiz hamda, shakli o'zgargan pul mol undirib olish maqsadida o'zini setish mayin deb qo'ydik hamda o'zini setish boshlash bir ahvol. Shunlashqa mushundaq nachar ahvollarni tuzitish yuzidan mush qonun chiqarib mush ahvollarni hozir tuzityapti. Shunlashqa hamda hozir bu yerda undaq gaplar bo'lmadi. Ekran oldida mushtaq bir aldamchilikka uchrab, to'y qilishni maqsad qilib turib, boshqa aldamchilikka uchraganlar pullarni qaytarib olsa bo'ldi. Shuni bir eslatib qo'yay dedim. Rahmat. Xaldadam degandek, qonunimiz nayt adil, nayt mukammal, nayt ko'p taraflimilik. Endi ba'zi inchki nuqtalarni qonun cheklangan bilan axloq mezonimiz cheklaydi. Oil tarbiyamiz cheklaydi. O'zimizningki ko'z qarashlarimizni singdirib olgan to'g'ri ideyalarimiz cheklab turdi. Endi hozir men ikkinchi bosqichlik 2 oydan ta'sirotlarimizni o'rtoqlashyapmiz-ku. Meningcha ta'sirotlar asosan birga keldi. Endi qizlarmi bak chekdan eshib ketmasa, bak nomuvofiq ish emas, oila uchun biz to'g'ri tushunimiz degan keldi. O'g'illarmi chekdan oshirib etmay uyam uchun deb yiqqan bo'lsa, lekin ayol kishi haddidan ziyoda ma erni hurmatlamasdan, ishonmasdan muomala qilsa to'g'ri emas. Lekin har ikki taraf bir-biriga yo'l qo'ygan asosda bo'lsa, qabul qilg'ili bo'ladi dedi. Shundaqmi? Undaq bo'lsa biz bir naqshanli bitamdiq. Bayatin Almira chiroyli aytib berdi. Fatima tushib berdi usulga. Endi san'atkorlarimizni taklif qilaylik. Ularning yiqimliq naqshidan huzurlanib o'tgandan keyin 3-bosqichga kiramiz. Qani, marhamat.
Yigitlar, qizlar, 3-chi bosqichga keldik. 3-chi bosqichning qoidasini deymizmi bilasizlar? Dadillik bilan oldingi shartim samimiylik bilan kim nima deb qola emas, sahnaga chiqdim. Bir qitim bo'lsa-mu yurgimdikini rost ifodalab baqay degan maqsad bilan agar nishonni bekitgan bo'lsangiz, chiroqni saqlab qo'ying. Bekitmagan va yoki muvofiq kelmaydi-ku deb o'ylagan bo'lsangiz, chiroqni o'chirsangiz bo'ladi. 3 2 1 Qizlar tarafga qaraydigan bo'lsak, Raziya bilan Almira chiroqni saqlab qopti. O'g'illar tarafda bu ikki inim chiroqni saqlab qopti. Undaq bo'lsa, Raziya nima uchun chiroqni saqlab qoldingiz? Kim uchun saqlab qoldingiz? Men chiroqni o'chamasdan ilgari 4-numurlik Mayir texi o'chamaganti, endi o'chirib yetibdi, men o'chasam bo'qdek. Demak, siz Alimjon uchun saqlab qolishni o'ylashqandingiz. Bir ta savolim bor, shu so'ray deb o'ylagan. Alimjon qayta yondirish imkoningiz bormi? So'rasangiz bo'ldi. Sizningki keyingi qiz do'stingizga qanday bir talabingiz bor? Ortiq talabim yo'q, qarang. Birinchi sodiqlik, ikkinchi sadoqat, uchinchi agar rivojlanib turmush, oilani barpo qilgan chog'da aniq beshinglar bosh oyog'inglar tashlaydigan gap bu amaliy bo'layotgan gaplar bo'lganlik sababini paydo bo'lgan aqliy so'zlarda shundoq men ailemden vazgeçmeydigan, hem memnunumdan vazgeçmeydigan şundan bir ailenin bir bakıqdek lan bir kız vas oldu. Agar aytqingiz bo'lsa, Alimjon udul ayting. Men dal siz arzu qilayotgan shu qiz bo'lishi mumkin deb. Agar aytishqa tilingiz bo'lmasa, chiroqni o'chirib olsangiz mayli. Shu 4-numur deganda qiz shu men. Lekin chiroqni o'chirib aytgandan keyin men saqlab tura olmayman. O'chirdim. Undaq bo'lsa, Raziya o'chirib yetishni tanlamsiz. Ba'zida qizlik g'ururimiz pek kuchli keladi-a. Lekin bugun dadillik bilan ko'nglingizni aytdingiz. Bo'ladi, hurmat qilamiz. Endi Almiraning ko'ngildikini so'rab baqsam, Nurshad inimdan so'ramsam-mu, Nurshad boshla gapni aniq degan. Men 1-numurlik Almira uchun boshdan oxir chiroq saqlayman deb va'dasiga amal qildi. Almira. Aslida men bu chiroqni o'chirayday deb o'ylashgandim, biroq boshqalarning ko'nglini ayaymaychu men. Biz so'raydigan savolim borda so'rab olib, ondan o'chirib bo'ladimi? Agar savol so'rash uchun chiroq saqlab qolgan bo'lsangiz, bu tas oqilona tanlash emas. Chunki boshqalarni umidlantirib qo'yib turib, umidsizlikka so'rab akirish tas yaxshi emas. Demak, o'chirib yetish maqsadingiz aslida nima? O'chirib yeting. Endi savol so'rsangiz bo'ldi. Siz shu to'y qilgandan keyin, turmush chiqqandan keyin cho'qim oilamdagilar bilan birga turimiz bir mezgil degandek bir gapni qildingiz. Cho'qim ish qarishingizni tushuntiramsiz. Endi muhabbat ikki odamning kim maslahatlashi bilan bo'ldi-ku bu. Agar siz xohlamasangiz, biz ayrim uy ayirib chiqsak bo'laveradi. Bu faqat mening ko'z qarashim xolos. Lekin men buni chin turman degan gap emas. Lekin men mishaga chiqdim sahnaga. Siz boshda meni tanladingiz, men sizni tanlagancha. Agarda bo'ldi desangiz, senni o'tirg'i chiqimiz, qo'l tushib chiqib kelsak bo'ldi. Men chaqchaq qilmadim. Men bunda sahnalarga chiqib boqmagan. Men cho'ng qaysarlik bilan chiqdim-ku, ham sizni tanladim qarang. Agar xohlasangiz chiroqni yondiring. Bormay o'tirgan. Men yanlamish o'chirayotgan chiroqimni saqlab qolay. Siz avval ma'lumlarning fikrini anglab beqing. Gulzarada siz bir o'qituvchi bo'lish sifatingizda Nurshadning keskinligi, Almiraning yanada rad qilish pozitsiyasiga qanday qaraysiz? Sal afsusa, 我觉得挺遗憾的。ishkanlar hali yaxshi bir tushunishlar初步的相互理解 başlanmayotgandi. 而且他是搞设计的，也属于艺术部分是吧？设计还是搞艺术上的一种形式。Anda sizningki naqsh aytadigansiz, o'zingiz nima开了个店是吧？我觉得基本上还有共同点，而且个头长相啊各方面还是比较符合的。sizlar ikkalanglar chiroqni qoldirgan tanglar mana chiqishib qolgan bo'ldi.
qol tutuşup çıktılan oldu da ben biraz欣慰不安，我觉得挺好的这两个的，在加深理解qilib sen de düşkendan keyin deb menda o'ylagandim挺遗憾的我觉得也只能这样bo'ldi undaq biz Almiraning fikriga hurmat qilamiz enim siz chiroqni o'chirib yetaman Şu programımız 100 kısım yakın işlendi. Ondatmış program körüş jarayonida nimalarni his qildingiz? Bu programni ko'rib biz ko'rgandan keyin his qilganlarim qizlar hozir bek kuchlanib ketdi har qanday turmushda mustaqil bo'la oladi pul topa oladi uy oladi mashina oladi shunda bo'lsa-mu meniki o'ylaydiganim yana biz ayol bo'lish sifatimiz bilan anchalik kuchlanib ketishimizning hamda ba'zi jihatlarda hojat bo'lsin lekin nurg'un jihatmish turmush qurgandan keyin ancha bu ketishni hojat yo'q deb o'ylayman chunki biz almisaqdan Aleksel yürünüp yazsak texim baxtli bo'lamiz deb o'ylayman bu o'zimning shaxsiy fikri lekin bir oila qurgandan keyin yana o'zaro to'xlash bo'lsa eng yaxshi bo'ldi deb o'ylayman yana bir jihatdan turmush qurgandan keyin har qanday narsa pul tepish uy olish mashina olish deganlar o'rtaq bo'lsa uningda baxtni his qilish tuyg'usi texim yuqori bo'ladi maning bir taraf kuchli bir taraf ojiz bo'lib qolsa o'zaro besimab kelib baxtning turmushning nimaligini bilolmay ajrashib ketishni pek yo'qolib ketadi ekan shuningga yoshlarimizga qizlarimizga deydiganimiz kuchab anchavala besim bil yashashingizdan hojat yo'q hamma narsa o'zaro tirishib tang topsa uningda umrlik hamroh bo'lib baxtli bo'lishni texim yuqori bo'ladi yana bir hozirgi yoshlarga bo'lib yigitlarga deydiganimiz dadilroq bo'lsa qizlar deydiganimiz bo'lsa qizlarimiz qanchalik kuchli bo'lgan holatdami yana yigitlarimizga ozroq fursat bergan bo'lsanglar kamchiliklar biz o'zaro to'xlab texmi baxtli bo'lishni asosini saqlagan bo'lsanglar oxirida barliq qiz yigitlarimizning baxtli bo'lishini umid qilman chapatatanglar mayli qandaqli bo'lmasin o'zaro dadillik bilan fikrlarni o'tirib qo'yish orqali ikki tarafda turayotganlar nisbatan tushunchaga erishgan edinglar vaqtimiz qisqa bo'lganlik sababidan programmamiz oxirlash oldi turyotdi oxirida sog'lomlik mahsulotlari sohasida izchil tirishchanlik ko'rsatib ko'pga ulgu bo'lib kelayotgan Xinjiang Uzchat xalqaro savdo cheklik shirkati ta'minlagan sog'lomlik mahsulotlaridan hammanglarga ko'ngil sovg'isi qilamiz. Bundan boshqa qizlarimizga yana ayrim sovg'atligimiz va u bo'lsa-mu Xinjiang Lirika Biopan texnik cheklik shirkati ta'minlagan Lirika markasidagi mahsulotlar kirim buyumlari. Qani qabul qilinglar. Afsus, bugun yanala sahnamizda ishga atrofimga liqqida qiz yigitni yig'ib elib turib, xayr xo'sh deyishga majburman. Lekin yoshlarning tanlashiga hurmat qilishimiz kerak. Chunki ularning o'ylig'ini bor, orzusi bor. Balkim bular tanlamoqchi bo'lgan nishon kelgusidagi jo'risi bilan yo'llarda mo'ris tegishib o'tishib ketgan bo'lishi mumkin. Balkim ularni tanimasligi mumkin va yoki izchil aloqa qilayotgan, lekin his qilolmayotgan biri bo'lishi mumkin. Va yoki mush sahnaning o'zida yoshlarning kelgusidagi jo'risi ko'z oldida tursimi bayqayolmayotgan bo'lishi mumkin. Biz shu bayqashni amalga oshirish uchun to'xtamay tirishimiz. Elchi programmamizning tajdorligini Xinjiang Elchi to'y mulozimat cheklik shirkati o'z ustiga olgan. Elchi programmamizni Xinjiang Ilg'or uymilik etish cheklik shirkati, Xinjiang Nur Aman uymilik etish cheklik shirkati alohida qo'llab-quvvatlagan. Elchi programmamizni Xinjiang Lirika Biopan texnik cheklik shirkati alohida talab qilgan. Programmamiz bilan Nanjing Manur 6-yig'in xalqaro savdo cheklik shirkati strategik hamkorlik o'rnatgan. Xinjiang kamera madaniyat tarqatish cheklik shirkati programmamizni izchil ajri bilan ishlab kelyapti. Xayr do'stlar, kelar hafta ko'rishaylik, omon bo'linglar.